Nima ekan Muhammad Sodiq? Nima? Nima o'ynayapsiz? Nima ekan? Nima bu? Ayting. Qalam deb qo'ying. Qalam. Shuncha qalamingiz bor-a? Nechta? Ikkitami? Ko'p-ku. Ko'p deb qo'ying. Qayerga chizasiz? Ana unga chizing. Mana uzun kartamizni idishiga chizamiz. Mana bir narsalari bor-a? Yozingchi. Qanaqa qilib yozadi? Muhammad Sodiq? Nima ekan bu? Og'ziga solmaydi? Yozing mana. Yozingchi. Qani? Ochib beraymi? Bunday qilib ochadi. Bu qanaqa qilib ochiladi? Nima? Nima ekan bu? Pushti bu malina ekan. Mana. Malina rang pushti. Qani? Mana. O'g'lim mana, qarang. Mana. Ana. Yozingchi. Chapak qiling. Xursandmisiz? Xursand bo'ldingizmi? Ha deng. Bir deb qo'ying. Bir. Bir deyishni biladi. Hamma joyingiz ko'k qilyapsiz-ku. Ayva qilib qo'ying. Ayva. Bir. Mana bizda shunaqa har xil qalamlar, akvarium, yana bir narsalar, ularni hammasini ham nimasini bilmayman, nomini to'g'risi. Bunaqa chizadigan qalamlari bor ekan. Bitta Muhammad Sodiq rosa xursand. Og'ziga solmaydi o'g'lim. Og'zingizga solmang. Mana bunda chizadi, chizing mana. Hammasini og'zingizga solmang, xo'pmi? Xo'p deng. Xo'p deb qo'ying. Xo'p deb qo'ying o'g'lim. Yo, og'zingizga solmang. Ha, ochasizmi? Menga o'xshab-a? Men shunaqa ochdimmi? Mana ikkita qo'lda mana bunday qilib ochadi. Men. Kullini og'zingizga solmaydi. Menga yozadi, yozing. Chizingchi. Mana qopqog'ini oldim. Chizing. Kulli rang seri.